Direktordan tarbiya ishlari bo'yicha o'rinbosari, tarix savoqna muallim. Bu yerda maktab qurilganiga, ochilganiga 60 yil bo'ldi bugun. O'sha ma'rakasini o'tkazib o'tamiz. Men Qizilqaya gumanitar pedagogik institutini bitirganman. Qaysi yilda? Tarix spesialist bo'yicha 2011-yilda bitirganman. Hozir kim bo'lib ishlayapsiz? Hozir men direktordan tarbiya ishlari bo'yicha o'rinbosari. Aytsangiz, shu o'quvchilarga biylarni o'rgatdingiz, qaysi yerdan o'rgangansiz negizili? O'quvchilarga biylarni o'rgatish bo'yicha men spesialist emasman. Aslida bizga biylar darda beruvchi bu meni ayolim. Qizilqaya shahrida biy studiyasi bor. Ayolim Satoldi va Tatyana o'sha o'rgatadi. Aslida maktabdagi biylarni aslida o'sha postanovka qiladi. Keyin bu yoqda o'z-o'zining muallimlar bor. O'shalar tayyorlaydi. Biyga qiziqqan qizlar bor, o'shalar o'zlari emne qilib tayyorlab kelib ko'rsatishadi bizga. Uy bilarda qancha balasiz? Qancha? Eng cho'ngi. Qancha bir tug'ansizlar? Ikki singlim bor, ikki qarindashim bor. Qarindashimiz bor. Ayolingiz o'g'risi? Ayolim o'g'ris, men tajik. Qancha uylanib qoldingizlar, shu bo'yicha aytib bersangiz. Men ayolim menen o'z ayolim Qizilqayalik. Biz men sherda men ishlab yurganimda muallim bo'lib, texnikumda ishlab yurganimda tanishib, bo'lib azgina сөйлешib, undan keyin unday qilganda o'zim o'quvchim olganman-da. O'quvchimiz topgansa, suyib qolgansiz. Suyib qolib, student. O'shanda uylanib, hozir 3 qizim bor. Qachon bosh qo'shdingizlar? Bosh qo'sh 2012-yili. 2012. Qancha yosh kichik sizdan? Mendan 5 yosh kichik. 5 yosh kichik. Hozir qancha bolangizlar bor? 3 qizimiz bor. 3 qizingizlar bor. Uchirda hozir o'qingizlar, o'sha 4-maktabda ishlaysizlar? Yo'q, ayolim o'zi biy studiyasida ishlaydi. Men so'ranaman, direktor menen emne qo'shilib, birga tayyorlanamiz-da. Biz aytamiz, bizga shunday biylar kerak. Keyin o'quvchilarimiz boradi-da, 11 studiyasi. O'shandan bazasidan olamiz. Ondan keyin Qizilqaya baldar bilim berib, bor-boriga borib turgan qizlardan bazasini olamiz. Aytsangiz, o'sha uy bilan qarshi bo'lgan yo'q-bu? O'rus tilidan oladi ekan debchi. Yo'q. Biz bardiq aylada birinchi недопонимание, tushunmovchilik bo'ladi-da. No tushunib ondan keyin hali tanishtirib, bu yoq bo'lgandan keyin o'sha hozir o'rganib qolgan. Polniy уже endi bo'lib 3 balamiz bor. Постоянно borib kelib yuramiz. Bardiq emnelarda o'zini emnesi bo'yicha ham qanday aytiladi? Saltlari bo'yicha, biznes saltlari bo'yicha bardiq narsani biladi. Ondan